Nilufar, men o'zimni ko'rsatishga qo'rqaman. Nima uchun? Kasbingiz nima? Hozir Qandolatchi. qandolatchi. Qanchadan beri? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Hozir 3 yildagi o'sishingiz qanaqa? 1dan 100 gacha baholaganda necha foiz berasiz? Qancha o'sishingiz? 5. 5 a? 3 yilda 5. Xo'p. Anaqangizchi, B nuqtangizchi qatgacha kelishni xohlaysiz? Necha foiz bo'lishni xohlaysiz? Qanaqasiga bu? Mana hozir 5% o'sdingiz. Unaqada 3 yilda. Xo'p. Endi necha foiz, misol uchun bu A nuqtangiz deylik, B nuqtangiz qatgacha kelishni xohlaysiz? Necha foiz o'sishni xohlaysiz? 100. 100 bo'lishni xohlaysiz. Хорошо, xo'p. 100 bo'lishni xohlaysiz. Mabodo siz o'sha o'zingizni namoyon qilganingizdagi Xulkar qanaqa Xulkar? Qanaqa bo'ladi? Qanaqa yuradi? Qanaqa mashinasi bo'ladi? Atrofidagi odamlar bilan munosabati qanaqa bo'ladi? Odamlar u haqida nima deyishadi? Agar o'sha 100% bo'lganda, men o'ylashimchami endi? Siz o'ylashingizcha hozirgi. O'sha Xulkar. Aniqmi? O'sha Xulkar. Ko'ngli toza. Mashinasi kattaroq mashina. Mashinangiz bo'ladi. Mashinasi bo'lsa. Qandolatchilik ishingiz qanaqa bo'ladi? Sexingiz bo'ladi. Qo'limda ishlaydigan Odamlar bo'ladi. odamlar bo'ladi. Markaga aylangan bo'lasizmi? Hamma taniydimi sizni? Конечно. Markaga aylangan bo'lasiz. Hamma taniydi. Xo'p, yana Sayohatlarga chiqish. sayohatga chiqish. Endi siz bunaqa Xulkar bo'lganingizda уже siz hamma sizni ko'rishni boshlaydi. Sizni zametingiz qilishni boshlashadi. Yaqinlaringiz tugur, qo'shnilaringiz tugur, уже butun unaqa O'zbekiston sizni ko'rishni boshlaydi. Bemalol ko'rina olasizmi? Ruxsat bera olasizmi? Hamma sizni ko'ryapti-da, kuzatyapti, misol uchun mana eng qo'rqqan tarafimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali anaqa qilib yurib siz gapiryapsiz, qayergadir boryapsiz, hamma sizni ko'rishyapti. Nima deyishadi, nima deb o'ylashadi, qanaqa sizga komment berishadi odamlar? Yaxshi ma'noda o'ylasa kerak. Nima deb o'ylashadi? Yomon negativchilar ham bo'ladimi? Bo'ladi, bo'lsa Nima deyishadi kerak. o'shalar? Bo'lsa kerak. Qanaqa qilib shu darajaga yetkazdi deyishi mumkin. Xo'p, yana. Hayron ham bo'lishi mumkin. Ozgina payt ichida shuncha ko'tarildimi degan. Yana nima deyishadi negativchilar? Negativchilar. Qochmang, qo'rqmang, rosa qo'rquvga kirishga. Nima Og'riqqa kirishga qo'rqyapsiz. Nima deyishadi? kelmayapti hozir hech narsa miyamga. Eringiz nima deydilar? Oilangiz qanaqa ahvolda bo'ladi? Munosabatlaringiz qanaqa ahvolda bo'ladi? Erim qarshilik bo'lishi mumkin. Nima deydilar? Sizdan uzoqlashib ketadilarmi? Yo'q, Yaqinlashadilar? yaqinlashadi. Yaqinlashadi, no anaqaga mashina haydashlarga, unaqalarga bilmadim ruxsat beradimi, yo'qmi? Endi shu. Mashina haydasangiz nima bo'ladi? Shuna bo'lmaydi. Bekityapsiz. Yo'q, rosa o'zingiz Yo'q. Mashina haydash qanchalik xohlayapsiz? Nima? O'zi boshdan Yo'q, savol qarang, shunaqa mana mashina mashina haydash. haydashni oldin xohlardim, hozir pasaygan xohlashim. Qarshilik bo'lgani uchun pasaygan bo'lsa kerak. Baribir haydamasam kerak deb. Haydatmasa kerak deb nima qilaman. Hozir ham aytdingiz-ku, balki kerak emasdir dedingiz-ku. Xo'p, doim aytasizmi shu gapni? Balki kerak emasdir deysizmi? Yo'q, mana shunaqa ko'pchilik Nazarda bo'lmoqchi bo'lgan ko'pchilik paytingizda sizga masalan hamma bittada sizga qarayotgan paytda balkim kerak emasdir degan gaplar eshitiladi. kichkinaligingizda qanaqa his bo'lgansiz? Kichkinaligim eslolmayman. Nega? Oldin eslardim, hozir eslolmayman. Qanaqa Xulkar bo'lganingizni eslaysizmi? Bolaligingiz qanaqa o'tganini eslaysizmi? Yo'q, Nega? bilmayman. Og'riqlaringiz bo'lganmi? Yo'qotishlar bo'lgan. Nima yo'qotish bo'lgan? Onam yo'qotganman, adam Necha yoshingizda? 25 yosh bo'lsam kerak. Adamni vaqtli yo'qotganmiz. 25 yoshingizda oyingizni yo'qotgansiz.
to'sh emas, shu turmushga chiqqandan keyin Hop. 25 yosh, 26 yosh bo'lsa kerak. Adangizchi? Adamizda 13 yoshda yo'qotganman. Adangiz yaxshi ko'rarmidingiz? Qanchalik? Qanaqa erkak edilar sizningizda? Mehribon edilar. Mehribon edilar? Mehribon edilar. Siz nechinchi farzandsiz? 3-inchisi. Qanchalik yaxshi ko'rardilar sizni? Mani juda yaxshi ko'rardilar. Eng ko'p siz yaxshi ko'rarmidilar? Eng ko'p yaxshi ko'rardilar. Adangizdan ayrilib qolganingizdan keyin qanaqa his qilgansiz? O'shandan keyin bolaligingizni o'chirib tashlamaganmisiz? Yoki undan oldin o'z bolaligingiz bo'lganmi? Ha, undan oldin. Undan oldingisini esla olasizmi? Ha, undan oldin eslayman. Undan keyingisini eslayolmaysizmi? Nega? Kim biladi, anaqa. Endi o'zimni opalarimga aytaman, singillarimga aytaman. Eslaysizlarmi bolaliginglarni? Eslayman. Ular eslashadi. Siz eslolmaysiz. No, ko'p emas, kam. Adangiz bilan qanaqa o'tgan bolaligingiz, adangizsiz qanaqa o'tgan bolaligingiz? Endi olib boradi, ko'proq joylarga olib borardilar, mototsikllardan olib borardilar, quchoqlab yotardim orqalaridan. Shu eslaydigan narsalar. Mehribon edilar, oyoqlarim qalardi. Ko'proq mehribonchilik qilardim. Aytganlaringizni qilarmidilar? Ruxsat berarmidilar? Yoki masalan sizni bundoq qattiq himoya qilarmidilar? No, ruxsat bermasdilar, sochimni kesishga ruxsat bermasdilar. Shu. Onangiz bilan munosabatingiz qanaqa edi? Onam qattiqqo'l bo'lganlar. Urushish anaqa bo'yicha emas u. Ko'chaga chiqib bekorchi o'tirishlarga. Yoshligingizda namoyon bo'lishingizga, o'zingizni ko'rsatishingizga ruxsat berishganmi, berishmaganmi? Yo'q, berishmagan. Nimaga, nima deyishardi? chunki endi adam boqilib o'tganlari uchun biz qiz bola 5 ta qiz bo'lganmizda endi. O'zimcha o'ylayman, shu begona bolalarda qizni men joy-joyiga qo'yishim kerak degan deb o'ylayman o'zimcha. Shu onam ko'proq chiqarmasdilar. Qiz bola o'zini ko'rsatsa nima bo'lib qoladi? Nima deyishgan? Yomonlik bo'lmasin deganda. Yomon qiz bo'lib ketishi mumkin, yomon qiz bo'lib ketdi deb o'ylashligi mumkin. Nima qilgansiz o'shaning uchun o'zingizni Bekitganman. har doim ko'rsatmay yurgansiz, har doim bekitib yurgansiz, unda qochib yurgansiz. Bekitganman. Hozir nima qilasiz? Hozirmi ko'rsatishga o'zim qo'rqaman-da. Bidirib kerak emas, balki kerak emasdir. Agar ko'rsatib qolsangiz, yomon ayol bo'lib qolishingiz mumkin. Siz haqingizda yomon bo'lib ketdi, yomon deb o'ylashligi mumkin. To'g'rimi? Xo'p. Opa-singillaringiz o'zligini ko'rsatishdimi? Ko'rinadigan bo'lishdimi jamiyatda anaqasida, oldida? Ha, ko'rinadigan bo'lishdi. Ular yomon bo'lib ketishdimi? Yo'q. Yomon bo'lib ketishmadi. Ko'rinish jamiyat tomonidan namoyon bo'lish, zamechenniy bo'lish o'zbekchasi nima edi? Jamiyat tomonidan zamechenniy bo'lish xavfli. Yomon qiz bo'lib ketishi mumkin yoki seni yomon qiz deb o'ylashligi mumkin, to'g'rimi? To'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Eskisida. Eskisida. Lekin hozir noto'g'ri deyapsiz, lekin shu ishlab kelyapti sizda. Ha, o'sha ishlayapti hozir. Hozir endi yengisi? Hozir yengisi уже xo'p, hamma tarafdan siz ko'rinadigan bo'ldingiz. Hamma nazariga tushyapti. Siz yomon bo'lib ketasizmi? Siz haqingizda yomon deb o'ylashadimi? Yo'q. Birinchidan yomon bo'lib ketmaysiz. Yomon bo'lmayman. Yomon bo'lib ketmaysiz. Boshqalarni siz haqingizda o'ylayotgan fikri, ularni o'zini fikri. Ularni o'zi haqidagi fikri. Bitta gap bor, eshitganmisiz? Sen atrofingni, yoningdagi insonni kimligini bilmoqchi bo'lsang, deydi. Kimligini bilmoqchi bo'lsang, atrofdagi insonlarni u haqida fikrini bilmagin, deydi. O'sha insonni, atrofdagi insonlar haqidagi fikrini bilsang, uni kimligini bilib olasan, deydi. Atrofdagi insonlarning sizga bo'layotgan kommentariyasi ularni o'zi haqidagi fikri. Tushundingizmi? Siz bilan aloqasi yo'q. Xo'p, men namoyon bo'lsam, hozir o'zimni qandolatchiligimda mashhur bo'lsam, katta daromadlarga chiqsam, davom ettiring. Men qandolatchiligimda men katta bo'lib ketsam, xudo xolasa mashhur bo'lib ketsam, katta qandolatchi bo'lib ketsam, daromadim oshib ketsa, nima bo'ladi? Shunaqa bo'lmaydi. Nima bo'lishi kerak? Men yaxshi ayol bo'lib qolaman. Ha, o'shanaqa deyish kerak. Men yaxshi ayol bo'lib qolaman.
Men O'sha- o'zim oldimdagi jamiyat oldidagi qadrimni yo'qotmayman. Men o'zim oldimdagi va jamiyat oldidagi o'zim qadrimni o'rnimni, qadrimni yo'qotmayman. yo'qotmayman. O'sha bo'lib qolaman. Nazarda bo'lish, Nazarda bo'lish. bezopasnan o'zbekchasi nima? Nazarda bo'lganimda, Nazarda bo'lganimda. insonlarning nazarida bo'lganimda himoyadaman. Insonlar Insonlar nazarda bo'lganimda men himoyada bo'laman. Yana qaytaring. Insonlar nazarda bo'lganda himoyadaman. Taningiz reaksiyasini kuzating. Qarshilik bormi taningizda? Yo'q, Yo'q. yo'q. Ruxsat berasizmi? Ruxsat beraman. Insonlar nazarida bo'lishga, Ruxsat beraman. himoyada bo'lishga. Himoyada bo'lishga ruxsat beraman. Insonlar nazarida bo'lish aslida himoya. Zo'r bizani himoya qilishadi. Agar siz shunga ishonsak, agar insonlar nazari biz uchun xavf deb ishonadigan bo'lsangiz, xavf bo'ladi. Insonlar nazari, mana misol uchun kichkina nazardan boshlaylik. Eringiz nazari, farzandingiz nazari, aka-ukalaringiz nazari sizda bo'lsa, himoyada bo'lasiz. Ular har doim sizni o'ylashadi, to'g'rimi? To'g'ri. Men himoyada bo'lsam, men nazarda bo'lsam, himoyadaman. Men nazarda bo'lsam himoyadaman. Ruxsat berasizmi? O'zimga ruxsat beraman. Endi ishingizda, qandolatchiligingizda nechik chiqamiz? Endi 100 ga chiqamiz. 100 ga chiqamiz. Chunki men uchun himoyasiz. Himoyadaman. Men daromadim o'sib ketsa, men hamma nazarida bo'lsam, men himoyadaman. Menga mumkin 100 ga chiqishingiz. 100 ga chiqish uchun men himoyada bo'laman ekan. Qo'yib yuboring o'zingiz. Qo'ygandim. Sizlarga ham onlayn razbor kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib, meni Telegram kanalidan kuzatishingiz mumkin yoki bo'lmasa alohida konsultatsiyaga yozilsangiz bo'ladi.